Taksimi? Unanga yuri. Odam-ku. O'tar mashina. Kiraydagi. Bizani Olotdagi eng qimmat restoranga olib boring. Ha. Bo'ldi. Olib boramizda. Qizim, sizga bir gurring bor. Ha. Bitta kuchuk qizlar bilan yurar ekanda. Ha. Uni dadasi taksi yurar ekan, uyda mol qarar ekan, yerlar o'g'dar ekan. Ana shunaqa ekan. Kuchuk qizlar bilan yuraydi. Umuman farqi yo'q ekan u kuchuga. Ana shunaqa ekan. Mani jonim unaqa emaslar. Mani jonim stilistlar. Menga har kuni pодарок, romantikalar qilib beradilar. Ha? Mana biz ham jonim bilan yaqinda Dubayga uchib ketamiz, ha, jon? Qaysi pullaringiz? Ayting, tushuntiray. Olotdagi o'yinlik yo'l taksida o'zi shunaqa sovg'alar o'ynalib turgan ekanki, 3 ta Dubayga yo'llanma, undan tashqari maishiy texnikalar yutib olish imkoniyati juda ham oson ekan. Kim ko'proq taksi chaqirsa, shuncha yutish imkoniyati ko'payib borar ekan. Biz shunda Dubayga yutib olamiz, ha, jon? Ha. Yutib olinglar. Tushinglar. Qizim, ana yoningizdagi ayting sochli maxluqa. Uya qaytib bormasin. Uya bormoqchi bo'lsa, vazilin bilan borsin.